Unga baxt tiladim, onasi topganiga uylanadi ekan. Baxtli bo'lsin. Mana shu joyiga to'xtalaylik. Unga baxt tiladim degan joyiga. Kimni aldaysizlar qizlar? O'ziga baxtli bo'ling, sizga baxt tilayman deb hayotda ayta olmaysizlar agar sevsanglar. Agar sigir bo'lgan bo'lsa, prostaga pullarni shilib yurgan bo'lsanglar, 2 marta baxt tilab olasizlar. Lekin sevgan bo'lsanglar hayotda baxt tila olmaysizlar. Uylansin, nafratga aylanadi u. To'ydagina nima bo'pti? Xotini qiz chiqmabdimi? Xotini onasiga gap qaytaribdi, tug'mabdi, bolasi tushib qolibdi. Baxtsiz ekan, meni istayotgan ekan. Ana. Ajab bo'pti, meni o'g'limga qolgan meni. Tanish gaplar. Juda yaxshi bilamiz. Istorlarni kuzatib, ha haromi, yergani yutsin seni, ha haromi deb yurishingizni ham juda yaxshi bilamiz. Baxt tiladim demang, battar bo'lsin deng. Assalom.